Cetro, mana cetro. Qo'ymadi. Hozir hammasi siz sog'ingan, menimcha siz ham vatanni, terma jamoani sog'ingan bo'lsangiz kerak. Ya, g'ayma. Voy! O'rganing endi bunaqaga. Tayyorgarliklar qanaqa ketyapti? Shu haqida o'zingizni fikringizni gapingizni aytsangiz. Assalomu alaykum, avvalambor. Tayyorgarlik yaxshi, o'yinga tayyorgarlik yaxshi ketyapti. Xudo xohlasa tayyormiz. Dunyoning eng zo'r jamoasida o'ynayapsiz. Taassurotlar qanaqa bo'ldi Manchester Cityga? Moslashish qanaqa kechdi? Zo'r jamoa bo'ladi, zo'r taassurot bo'ladi aka. Yangi murabbiy almashdi murabbiy. Shu haqda ham gapirib o'tsangiz, moslashish qanaqa bo'lyapti jamoadoshlaringiz va o'zingiz? Kapadze bilan baribir siz ishlagansiz, endi boshqalar. Ko'pchilik ishlagan aka. Yaxshi hammasi. Qirg'iziston bilan o'yin. Javob birinchi uchrashuvga qaraganda bu o'yinda qanchalik farq bo'lishi mumkin? Inshaalloh yutamiz, kattaroq o'tga. Harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Hozir shu Timur Kapadzeda ko'p muammo bo'layotgan narsa. Terma jamoa endi 3 tali markaziy himoyachi bilan o'ynaydimi yoki 2 tali? Timur hali bu hafta yetilmadimi? Endi birinchi mashg'ulot, endi yo'yi. Men bu o'yinchi man ketaman. Mashg'ulotlar O'zbekistondagisi zavqliroqmi yoki u yoqdagi terma jamoasi bilanmi? Kelasi ham. Ko'proq qaysi bir yoqadi? Kelasi ham. Siz oldindan kam gapmidingiz? Unisini bilmayman. Hamma savollarga shunaqa kulib, ochishda javob berasiz? Vatan sog'inchi bo'yicha olmasam eng gapiring. xavfli futbolchi Joy Qo'joqsovlani hujumda bu qanchalik himoyachilarga muammo tug'dira oladi? Bilmayman, o'yinni ko'ramiz. Muxlis degan nima sizga? Bo'lajak o'yin. Qo'llab-quvvatlashingdan xoliman. Hammamiz xoliymiz.